aka, ko'zida muammosi bor-u, lekin o'ziga bilintirmaydigan omillar qanaqangi bir holatda bilib olsa bo'ladi? Ko'pchilik insonlar, endi ba'zi desak ham bo'laveradi, bitta ko'zi xiraroq ko'rishni bilmaydi. Ikkala ko'zim ham yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Shuni tekshirish uchun to'sib ko'rish kerak. To'sib ko'rish kerak. Ayniqsa yosh katta bo'lgandan keyin tekshirib turish kerak. Ko'pchilik o'tkazib yuboradi bilmasdan. Bitta ko'rmas ekan, qachon ko'rmay qolganini bilmayman deganlar ko'p keladi-da bizga. Ochiq maydonda 50 metr masofadan mashinaning nomerini ko'rishlik 100% zireni bildiradi. O'z-o'zidan 40 metr masofaga tushsa shu narsa, bu degani 0.8 zireni deyiladi. Agar bu 20 metr bo'lsa, bu 0.4 zireni bo'ladi. Taxminan mana hozir Dang'arani ko'rigida turibmiz. Taxminan mana shu holatda yo'llarda, chorrahada mashinalarda raqamini ko'rishlikmi endi? Chorrahaning narigi tomonida turgan mashinalarni ko'rsa 50 metr bo'ladi. Mana bu endi 10 metr masofa. Mana shu yerdan ko'rishlik bu 0.2 zireni degani, ya'ni 20% degani. Foizlarda gaplashsak agar 20%. Shuni endi ikkala ko'z baravar bir xil ko'ryaptimi, yo'qmi, tekshirib turish kerak. Bitta ko'zni to'sib, bitta ko'zni ochib qilib ko'rish kerak. Odatda bitta ko'z o'zi ozgina 5% yoki 10% xira ko'radi ikkinchi ko'zga nisbatan. Xuddi o'ng qo'l chap qo'lga o'xshab. Bu normal holat. Bu normal holat. 5% 10% farq qilsa bir-biridan bu normal holat. Ko'zda uchraydigan muammolar haqida izohlarda qoldiring, bu haqda batafsil gaplashamiz.